Hurmatli yurtdoshlar, sizda xonadoningiz, ko'changiz, mahallangizni obod qilib, avtomobil yutib olish imkoniyati bor. Qanday qilib deysizmi? O'zbekiston mahallalari uyushmasi tomonidan e'lon qilingan Obod xonadon, Obod ko'cha va Obod mahalla ko'rik tanlovida ishtirok etib, avtomobilni qo'lga kiriting. Shartlar juda oddiy. Ko'rik tanlov joriy yilning noyabr-dekabr oylarida 4 bosqichda o'tkaziladi. Ishtirokchilar mahalla, tuman shahar, hududlar o'rtasida va yakunda respublika finalida o'zaro bellashadilar. Mazkur ko'rik tanlov Obod xonadon, Obod ko'cha va Obod mahalla nominatsiyalari bo'yicha o'tkaziladi. Har bir nominatsiyada birinchi o'ringa avtomobil, ikkinchi o'rin 50 million so'm, uchinchi o'rin sohibi 30 million so'mga ega bo'ladi. Demak, finalda bir emas, 3 ta avtomobil chempion xonadon, chempion ko'cha, chempion mahallalarga tantanali topshiriladi. Yana bir yangilik, Obod xonadon, Obod ko'cha va Obod mahalla ko'rik tanlovi orqali respublikadagi 9008 ta mahallaning top 100 talik reytingi aniqlanadi. Top reytingga kirgan mahallalar uyushma tomonidan tizimli moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. Xonadonlar, ko'chalar, mahallaning ozodaligi shu yerda yashayotgan aholi mahalla yettiligining yuzidir. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, keling, ushbu tanlovda qatnashing, daraxt eking, bog' yarating, xonadoningizni yashnating. Mahallalar, yurt obodligiga o'z hissangizni qo'shing.